Qani bizga barcha ma'lumotlarni gapiraver, bo'lmasam o'lasan. Bilasanmi nima qambar? U bilan o'zing shug'ullan. Chiroqingni mo'ylovingga bit tushsin. Uni o'zimga qo'yib ber. Agar sen hozir menga bilganlaringni aytib bermasang, men seni bosib o'ldiraman. Tushunmadim la'natlar, men sizlarga nima qildim? Men senga oxirgi imkoniyatni bergan, sen uni qo'ldan chiqarding. Yo'qsa, men o'ldiraman deb chiqib qo'ydim. Men hozir kelaman. La'nat chiqqa, ichingda it o'lganmi nima bo'ladi? Nafas olmayman-ku. Agar bu haqida kimgadir gullab qo'ysang, o'lasan. Men kelgunimcha joydan qirg'oqqa o'tib qariya bo'lmasa, bo'g'lik ishlarni oldiga chiqaman. Xo'sh, qariya, qanday ma'lumotlarga egasan? Xullas, semiz do'sting hozirgina men oldimda Jin ursin qambar, axir u hali ma'lumotlarni aytib ulgurmagan edi. U senga yolg'on gapirayotgan edi. La'nat, sen qayerdan bilasan u rost gapiryaptimi yoki yolg'onni? Yo'q, beyo'q otib o'ldirding. Biz deyarli yetib keldik. Men qanday to'p oldim? Tezroq yuring cho'chqa. Mana va nihoyat biz ishlargamiz. Sal sekinroq yurishning iloji bormi?